Bu avtomobil shunaqangi darajada eksklyuzivligidan hattoki sun'iy intellekt ham ma'lumot beraman deb adashib qoldi. Albatta bu BMW M3 Competition'ning, ahamiyat bering, mexanika uzatmalar qutisiga ega bo'lgani bo'ladi va uning Ultimate Edition komplektatsiyasi bo'ladi. Albatta bu juda ham noyob bo'lgan avtomobillardan biri bo'ladi. Hozircha sotuvda 50 dona bor ekan, bor yo'g'i, va narxi esa yetkazib berish va hamma xizmatlarimiz bilan bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 165 ming AQSh dollar bo'ladi. Juda ham ko'plab qismlarda karbon detallar, interyer bo'lsin, eksteryer bo'lsin, tom qismlarda, yon tomonlarda karbon qismlar va bu faqatgina maxsus buyurtma uchun ishlab chiqarilgan cheklangan soni bo'ladi. Albatta bizda 2027-yil, hali 2026 kirib kelmagan bo'lsa ham 2027-yil modelidagi M3 Competition'lar ham bor, lekin bu alohida Ultimate Edition, ya'ni faqatgina buyurtma uchun ishlab chiqarilgan BMW bo'ladi. Telegram kanalimizda batafsil rasmlari, bojxona to'lovlari, ma'lumotlari kerak bo'lsa yoritib boriladi. O'tib olib bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.